Assalamu alaikum Rabia Qadir Hanım. Bu qitim Avustraliyadagi safarimiz oxirlash olib turdi. Siz Avustraliyada nurg'un faoliyatlarda bo'ldingiz. Bo'libmi bizningki 26 mart va 27 martda Kamberadagi parlament binosining oldida va boshqa 3 chet el elchixonasining oldida o'tkazgan namoyishimizga nihoyatda aktiv qatnashib, nurni terab butun xalqimiz bilan o'zingizniki Xitoy tajovuzchiligi bo'lgan qahr g'azabingizni ifodaladingiz. Sizden qatnashingizdan bizning namoyishimizga texdimmo jasoratning ustiga jasorat ketilib, nihoyat bir mardona, keng ko'lamlik bir namoyish bo'ldi. Bu munosabatdan sizga butun Avstraliyadagi Uyg'urlar nomidan rahmat aytaman. Sizga ko'p rahmat. Oyog'ingiz bek yarashdi bizga. Shundan bir vaqtda siz Avstraliyadagi shu Avstraliya parlamenti va mediasi bilan nihoyat nurg'un faoliyatlarni o'tkazdingiz. Bu bizningki Uyg'urlarningki mayli Avstraliyada bo'lsin, mayli dunyo miqyosida bo'lsin, shu Xitoyninki yaqinda yurgizayotgan jazo lageri masalasiga bo'lgan tushunishni ilgari surish, dunyoning eslashini qo'lga keltirish va kelgusida Xitoyga qarshi bir faoliyat etishda muhim o'rin turadi. Endi shundan bilan bir vaqtda biz o'tgan qitim siz kelgan vaqtingizda sizningki 13 yillik Dunyo Uyg'ur qurultiyiga rais bo'lish tarixingizni bir qor asab chiqdik. Endi bugun men o'tgan qitim so'zlashgan temalar to'g'risida asosan so'zlashim faqat bir temadan boshqa, uni keyin deyman. Bugun endi biz shu oldimizda bizningki mavjudligimizga intayin zo'r ta'sir ko'rsatayotgan mana shu jazo lageri masalasini cho'rdigan holda, zodi Uyg'urlar kelgusida qanday qilish kerak? Ya'ni sizdan iborat bir Uyg'urlarningki lideri va onasininki mush haqda qanday planlari, ko'z qarashlari va orzu istaklari bor. Buni bilib bakmoqchi. Bugungi bizningki suhbatimiz mana mushunga berishlandi. Rahmat. Mehmet efendim, iki qitim qimmatli vaqtingizni chiqarib siz shunda qoldirish meni o'zimning xalqim bilan yuz ko'rishtiryapsiz. Men bu oldirash bir odam meni shunda izlab kelib birning deb saqatam mundaq gaplarni deyishni unutman. Qanday qilib qutuldirimiz ashulalar mening emas, shu yer sharida yashayotgan mayli chet elda, mayli vatanim Sharqi Turkistonda, mayli O'rta Osiyoda, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonda, mayli Türkiye'de barlıq yerde yaşavatmam. 7 yaşdan 70 yaşgacha, hatta 4 yaşlık balımı lager doğruluk sözlevatıdı. Hemmisi Xitoy tajovuzchilarining mening can mehriban farzandlarim, mening xalqim, qizlarim, ularning sabiy ballari aşı lagerdagilar doğruluk kech kunduz o'ylavatıdı, qanday qilib qutuldirimiz devatıdı. Bu bütün dünyada Uyg'urlarni o'yg'itib o'rnidan turg'izdi. Bular aş azap oqibati bilan bütün xalqaradaki dünyadaki Uyghur halkını birleştirdi. Hem ulanın ideyasini bu faşist diktatör Xitoy hakimiyetinin bu qitimqi qilgan vahşi işi bilan onun haqiqiy qiyofasini ko'rib chiqdi. Hem de bu qitimqi o'zingiz bilasiz, maqitim lager meselesinde bütün dünya tavrawatıdı. Bu xalqimiz bu shunaqa tavrawatıdı deyapmiz. Dünya tavrigini yo'qdir. Dünyani biz tavrtamay, bütün dünyadaki Uyg'urlar tavravatımız, dünyanı tavratamız. Bizden tökülgen göz yaşlarımız, aşağıdaki lagerdeki qarindoshlarımızın göz yaşları, tökülgen terlerimiz, aşk küçük balalarının dümbüllerine atıp ayollarının şehirden avtobuslarda namayişlarda gelişleri, muşunda çıkışları, tekrar dünyanın Uyg'urtalığını yok, ya tavratgini yok. Bırak Xitoyning bu hareketi hazır aşkarlanıp dünyada bizden şunda azap okumetlerge silip hemimizni oyg'atgan bilan bugünkü iş emas. Xitoy 54 yili, 49 yil besib olgandan keyin 57 yili madaniyat inqilobi, undan keyin Mijisining voqeasi deyli, Borin mana shu Borin voqeasining bugünkü vaqt Borin voqeasi Xitoy to'xtamay shunda maxfiy va oshkor qilib keldi. Mahfiy qirgan Uyg'urlarning shundaq vahshiy, hozirgidek vahshiyona oshkori chiqmagan bo'lsa-mu, mahfiy qirgan Uyg'urlari bu sondan kam emas. Milyondan ortiq Uyg'urlarni qirib bo'ldi. Masalan, 57-yili, 57-yil ichida saylashlar bir vaqtda o'zli 62 ming Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tatar, O'zbek hech qaysimizni qo'ymay, Turkiy millatlardan tutib 62 ming 2% ma hayot qaytib kelgani yo'q. Şayat durumlar var. O hoşumcu öltegellerdim başka. Demek medeniyet inkılabının sırtıda onun aldıdaki içilip saraş, onun aldıdaki yarıslar, aşında okşumulan usullar bilen bizim halkımızda kırıp geldi.
Bizning xalqimiz 60 milyon bo'lib ketadi. Xitoy shunday jiqqirdi. Bu qitim Xitoy o'zining rasmiy niqobini ham Uyg'urlar oldida, ham dunyo oldida ochdi. Bu bo'layotgan, davomlashayotgan narsa faqat oshkor qildi mana. Oshkor qilganlik uchun, oshkor qilgandan sirt Hitlerning Yahudilarga mush 2. dunyoda urushda ishlatgan tadbirini olib Sharqiy Turkistonga yo'tkazib keldi. Mana mushundaq bir vaqtda nima qildi desiniz, bu bizning tarixdan beri e'tiqod qilib kelayotgan dinimiz, e'tiqodimiz islom diniga hujum qildi. Aslida bu islom diniga hujum qilingani bütün dünyadaki islom davlatlariga, bütün dünya musulmonlarga qilingan haqorat ham jang e'lon qildi. Oldu bilan buning uyg'unligini biz emas, bütün dünya musulmonlari. Agar ular haqiqiy musulmon bo'lsa, manfaat emas, Qur'onni duglab ko'ydirayotgan, namozni cheklayotgan, Ramazonni cheklayotgan, hozir cho'shqi go'shi yeysan deb halalni yigizmay haromni musulmonlarga zo'rlayotgan bu bizga qilingan hujum emas. 1 milliarddan ortiq islom dunyosiga qilingan hujum. Men bek afsuslanyapman, islom dunyosi sukut tutyapti. Belkim Allah'ın bir çağrıları var bunun işletilgan deyman. Endi g'arb dunyosi bunu hazır uykusunu oğutanmay, rasmi yalganmı, bu qandaq ular at qo'yib beramiki, mana qo'yib beramiki devatamdı. Yoki bular Xitoy bilan iqtisodiy jihatdan ilinishib qolgan ekan, o'zining manfaatini birinchi o'ringa qo'yib, sen Uyg'urni qirvatsan, men manfaatimni olaman devatamdı. Biz uni uqmaymiz. Ish qilib biz mayli Amerika olsun, mayli Türkiye olsun, mayli O'rta Osiyo olsun, mayli g'arb dunyosi olsun, mayli Yaponiya olsun, dünyanın hamma yeriga biz zor yig'lab berib, her kunlik voqeani hem Radio Free Asia'nın utup belgelerini hamma yerga yetkizyapmiz, xalqdan olgan uchurlarni yetkizyapmiz. 70 yoshgacha Uyg'ur jangga otlandi hozir. Qanday usul bilan bo'lsa chiqirmiz deb. Shuning uchun men ishonaman, biz birlikda qo'limizdan kelgan, xiyolimizga kelgan, qilmoqchi bo'lgan hamma ish tadbirlarimizni yaxshi bir planni tuzib, yaxshi bir tadbirni qo'llanib, hammamiz muzokara qilib, mushunda planli holda ep basak, biz bu lagerni uzunga qolmay xalqimizni ozod qilamiz. Xitoyning degini bo'lmaydi. Biz cho'qim mush otlangan jingimizni g'alaba qilamiz deb o'ylayman. Bo'ldi, men mush to'g'risida ba'zi bir konkret savollar so'ray. Sizga ko'p rahmat. Biz obdan bir xulosa xarakterlik bir uchur berdingiz. Endi buni ozroq yeyib turib tushunaylik-da. Endi hozir aboy biz deyishgandek jazo lagerlarininki qurilishi va uni ijro qilinishi hozir Uyg'urlarninki tarix ko'rilib boqmagan qirg'inchilik uchishini keltirib chiqardi. Demak, Uyg'urlarning mavjudligi tarixninki hech qanday davrga o'xshamaydigan bir xil g'oyat zo'r bir qirisqa, ya'ni yo'qolish girdobida ketyapti hozir. Mushunda avvalosida Uyg'urlarninki hozir aman qilishi eng muhim. Endi biz bundan ilgari siz Dünya Uyg'ur rais bo'lgan vaqtingiz yoki hozir faoliyat berayotgan vaqtingizda bo'lsin, Uyg'urlarning mavjudligi, bularni aman qilishi o kadar zor bir siyasi bir strateji ve nişan sütüdü köp ta'kidlanmagan. Bularni biz mustaqillik yoki o'z taqdirini o'zbelish qatorliq ma'lum siyasi nishonlar to'g'risida jiq gap qilgandik. Endi hozir qarasak bu mavjudlik hammadan ustun turadigan, hammadan ta'xirsiz, hammadan muhim bir masala o'tirish bo'ldi. Demak, mustaqillik uchun kurash qilgan vaqtda mavjudlikni saqlab qolandik yoki mavjud bo'lgan vaqtimizda ondan mustaqilligimizni qo'lga olamiz. Naytimi tas Nahayetimi muhim sual oldu. Cevap vermek tesmi emezse hem teskin sualımızda. Bir millet, başka bir millet besivağın değil ki. Aş besivağı çünkü işengen her kandak millet özünün mevcutluğunu yoktu. Biz bir milletin mevcutluğunu saklap kılışta medeniyetini, tilini, kimligini, ahlakını, aş milletinin mevcutluğunu başkalar bilen madara kılıp saklap kalsak mı ki deydiğen adamlar oldu. Madara kılıp biz 60 yıl, 70 yıldan beri emez, 200 yıldan beri madara kıldık.
muşu milletning mavjudligini saqlab qilamiz deb madora qilganligimiz uchun o'zimizni yo'qotdik. Milletni tutib turadigan narsa nima u degan vaqtida shu millatning davlatining boy ekanligi, shu millatning davlatini asliga keltira oladiganligini, shu millatning mustaqilligini qo'liga ilish kerakligini, shu millat o'z davlatini qo'liga ilib, o'zining mavjudligini saqlab qilish kerak shuarini bergan vaqtida shu millatning mavjudligini saqlab qoldi. Efendim, mustaqillik bir millatning umidi. Mustaqil degan shuar bir millatning qalbini tutib turadigan, shu millatga umid akidadigan. Mustaqillik bo'lmay biz avtonomiya bo'lamiz, birga o'tib, ashno'li birga yashab, biz anandan keyin o'zimizning mavjudligimizni saqlab qolamiz, xalqaro vaziyatga moslashamiz degandan shu millatning mavjudligi tugaydi. Hozir bizning millatni mushunda iroda bilan tutib turgan narsa mustaqillik shuari. Bilib qilib. Her qandigida urg'ib ash tomurlardan jon jahlidan mustaqil davlat degan vaqtida o'rnida jonlanib turib ketadi. Biz barimizda. U o'zining davlatini qaytarib olgan vaqtida o'zining mavjudligi, o'zining mustaqilligi kelgan vaqtida bo'ladiganligi, ishonchisi bor, ham davlatini mustaqil qila oladiganligi, umid bog'lagan vaqtida o millatning kimligini, mavjudligini saqlab qola olasiz. O millatning mavjudligi siz davlatning ismini aytmay başka isim bilen o milletinin medeniyetini saklap kalsınız. Hazır Hindiyalılarga qarang, Avustralya'da nima milletinin ismi? Aboriginlarga qarang. Hazır Avustralya bularga haq hukukni beribdi. Hatta bayrog'ini mi esib oldi dedi. Nimişqa o özünün davlatinin mangu davlatsiz bo'lg'achqa o o'zidan o'zi ro'yi jihatini tugab ketibdi. Ro'yi jihatini tugab ketdi. Bizning davlatimiz var. Biz öz devletimizni alımız. Biz aşı devletinin ikisi diye irade aşındı olsa aşı millet tükep ketmedi. Devletini yokatkan millet özgürlüğünü tükeydi. Devletin ismi müstakillikini yokatkan millet özgürlüğünü tükeydi. Madara akıp siz milletten tutup kalamayısınız. Siz felsefe okuyun. Memtimin efendim. Ben felsefe okumuğum. Lakin bu benim felsefem. Bilip kılım. Bu benim felsefem bilip kılım. Hem benim emas. Muş Abliz Mahsim, Sabit Damullam, Yakup Bek, Ötkür Efendim, Tiyip Cinikam, Zunun Kadir, muşu bütün tarihteki inkılapçılarının, Ahmet Efendim, kim buluştun katli nazar ilhan törü olsun, hemmisinin bizge kaldırıp ketken şu an. Hatta Xitaylar bilen en inak ötken reislerinin o, jürigide bir gün Uygur, müstakil kılımız deydiğen bir çikit bak. Nemişki Xitay bu ketim aşını tuttu bilemsiz? Xitay nem için lager hemen söyledi, nem için Nurbekir'ni koydu tuttu, bu Nurbekir'ni gumanlık adam dedi, Seybe kitabını koydu dedi. Xitay'nın bizge gücü yetmeydi kallığını, bizden 7 yaştan 70 yaşkıça muşu devletin ilgisi diyen onu bizden yokutanmaydı kallığını, şunun bilen bizni asmılasıya kılanmaydı kallığını, bizni izip tübütenmeydi kallığını, kimligimizni biz aş müstakillik irademiz bilen devletimizga bağlap tutup turalaydiganligimizni bilgenlik üçün en ahirki tedbirini kullandı. Xitay ya 4 milyon soluğandı. Xitay ya 6 milyon soluğandı. Xitay ya menin halkımdan 10 milyon soluğandı. Biz aşında kutuldurup çıkımız. Mişerdeki müstakillik şuarımız bilen, muşu irademiz bilen biz aş kampıdaki lagırdakilerini kutuldurup çıkımız. Hem ulağı ümit aş lagırda ölevatkan adamlar bizning müstakillik şuarımız bilen ro'yin tutib turadi. Bizning bunday ilgilerimiz var. Muşu cemiyette özünü yo'qotayotgan odamlar, örpü odatlarini yo'qotayotgan odamlar biz bir kuni mustaqil Sharq Turkiston qaytib birimiz deb o'zining kimligini saqlab qololmaydi. Shuning uchun bu sizningki kimlikni saqlab qolish masalangizni men mushunchalik yig'inchoqlab qo'yman. Vallahi rahmat. Ben yana bir savol o'tay, siz abay o'zingiz ozroq deb o'tib ketdingiz. Ya'ni dunyoninki Sharq Turkistonda bo'layotgan bu qirg'inchiliklar. Ya to'xtab turing, yana men bir narsani qo'shib ketib ketay. Ba'zan qarindoshlarimiz ma'rif ko'ngil bermaydi deb qoldi. Ma'rifga ko'ngil berish bütün ziyolilarning, o'lmalarning hammasining vazifasi. Hamma ishni biz ustimizga otib olmaymiz. Bunday. Her bir xalq ko'ngil berish kerak. Masalan, Suriya Amerikada maktab ochdi. Türkiye'de mi aşkan mekteplerde balalarını Uygurca okusun, tarihte okusun. Abdüveli ayıp devatı da hazır şunda okutaydı da.
Avustraliyada maktablar ochilibdi. Bolalarni ham o'zining madaniyati, ham musiqasi, ham diniy e'tiqodi ashtab tarbiyalayapti. Bu jamiyat o'zi mana bu qitimqi lagerda solangan odamlarni ko'rgandan keyin tavrab ketdi. Milliy kimligini saqlab qilish uchun saqlab qolgan vaqtda milliy kimligini mustaqillikni qo'lga ola oladiganligini. Mustaqil degan shuar bo'lganda milliy kimlikni tutib tura oladiganligini xalq o'zi birlashtirdi. Cho'qim xalq o'zi tabiiy holda shakllanish kerak bu narsa. Bo'ldi. Sualimiz ham dunyoning sukti. Ya'ni Sharq Turkistonda bo'layotgan bu shu insonning aqliga sig'maydigan bir g'oyasi bir qo'rqinchli bir qatliam yuz beradi. Buningga dunyoning sukti. Masalan, yaqinda yani 3 aprel günü Amerika'nın Xitay meselesi boyunca Qo'sh partilik kongressdagi ijroiyat komissionining raisi ve muavin raislardan senator Marco Rubio bilan kongress a'zosi Chris Simmons Amerika'nın Xitay turishlik bosh elchisiga maktub yo'llab ularningki Sharq Turkistondagi shu jazo lagerida qamalganlarningki qo'yib berilishiga ne o'zininki xizmat kun tartibiningki eng bir muhim qismiga erish kerak to'g'ri chaqiriq qilibdi. Bu nayta bir cho'ng bir ilgirlash bo'ldi. Demek bu şunda degan vaqtimizda biz ham Amerika'ningki bu mushqitimni chiqargan mushq yozgan keti ikki mush komissionningki Sharq Turkistondagi mush jazo lagerlarininki ijroiyati qarta Amerika'ningki mush kongress a'zolarininki nayta kuchlik intan muhim bir qadar konkret bir harakat qilishlar hisoblanadi. Ammo baxtga qarshi mayli Kanada bo'lsin, mayli Avstraliya bo'lsin, mayli Yaponiya bo'lsin, Yevropa ittifoqi bo'lsin, bular asosan bu ishga sukut qiladi. Fakat bu yerdeki medyalar, bu yerden haber kılgan bilen asıl sükut oldu. Yani onun da sırt, tekrar bu ekinçliği 5. yıl kırgınçılıkını katliam diyen Türkiye'ninki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kutumluk işte sükuttur oldu. Arap İslam dünyası bunun da tevarik sükuttur oldu. Yani Orta Asya'daki Türkiye kırındaşlarımız asıl sükuttur oldu. Demek, muşunda sükut davamlışı verse Uygurlarınki hazır kırılışı Xitay hech kimdan qo'rqmayotgan, hech kimni ko'z qilmayotgan dunyoning ko'zchilab, dunyoning sukutida Uyg'urlarni qirishni davomlashtiradi. Mushundaq ahvolida siz bir lider bo'lish sifatingizda bizningki nima qilishimiz kerak to'g'risida nimalarni deya olasiz? Men avval Xitoyninkiga javob beray. Xitoyninki dunyodan qo'rqmay mushundaq oshkora qirg'inchilik qilganligi aytdi. O'zini oshkorligini yaxshi bo'ldi. Baribir maxfiy mashqlab o'ltirayotgan. Şu 7. ayının vakasından keyin barmaya yo'qotdi dedim. Xitoy 40 bin dollar. Bu qitim oshkora dunyo bildigini dunyo tinab qoldi. Bu yerda bu davlatlarda Amerikaning biz Amerikaga oqimi berib Amerikaning Xitoy komiteti chiqiribdi. Xitoy komitetiga biz qayta berib, masalan, Gulchehra radiodagi şu qahramon qizimizning oilasini shunda tutib degan u bodi, men bodi, Ömer Qanat bodi. Hemimiz akım Amerika Kongresi'ne, endiki ma'lum ziyolilerimiz bizge kongreslarga bizningki bir bayanat e'lon qilish to'g'riliq, hatto bayonatning o'zini yezib biz bayonatning oqiga hozir bo'layotgan voqealarni choplab kongreslarga olib berdik va undan boshqa yerlarga olib berdik. Tashqi ishlar ministeriga biz har 15 kunda bir qitim, har bir oyda bir qitim, ba'zan 10 kunda bir qitim kirib hozirgi vaziyatni anlatib turdik. Amerika bu ishga aralashmadi emas, Dünyamı bu fevkalade tuyuksuz boğan bu hadisinin gangırap kaldı. Dünyada günah yok, günah bizde. Biz kılamavatımız bu işini. Biz kanda kılamavatımız, adamı yetişmevatımız. Hazır her bir devlette turvatkan teşkilatlarının kılıdığan işi keşke özü alıp meclis iş emez. Özümüz altışını toxtutup koyup hazır. Biz her bir devlet turvatkanlar 2-3 adam grup bulab, özü turvatkan devletinin parlament azalarıga, tashqi ishlar ministeriga, mush bizning qo'limizda biz Amerikaga yetkazayotgan materialni ashlar yetkazib, mansa ash devlet pozitsiya bildirdi. Bu gunohni devletlarga atamayman, chunki bu tajriba mening beshimdan o'tdi. Hamda siz Avstraliyaga silishtirishingiz mumkin. Devatman o bundan burun devletlarning gangirab qoldi. Biz bu favqulodda jiddiy holatga kirib qoldik. Yetishkinimizcha bundan keyin qanday qilishimiz kerak dediniz? Her bir devlet turvatkan teşkilatlar o'zi turvatkan devletning parlamentlerini ve tashqi ishlar ministerini Xitoyga besib ishlatishga ochiq qolaydi. Shunda bo'lgan vaqtida xuddi Amerikadek hamma davlat, masalan, Norvegiya tashkiloti chiqib bayonot bersin. Gollandiya tashkiloti chiqib bayonot bersin. Xitoyga pozitsiya bildirsin. Biridu
bildirdi. Hemmisiga men yugurib berishim ketmaydi bu yerda. Men hozir hemmisiga yuguray deb chiqdim ona. Avstraliyaga keldim. Avstraliya parlamenti bilan ko'rishdik. Nima dedi? Biz qilib beraylik dedi. Hatta bugun o'zlari izlab kelib biz qilaylik. Biz hatta Avstraliyaning fuqarolarining aşağıdaki tuqqanlarının lagerda bundaq buluştu biz. Qarab turamaymiz, onun arışımız dedi. Demek biz yığıldık, hem namayışqa çıktığımızla, muşu namayışını bütün dünyada tecrübe kılış gerek hazırlıkman namayışını. Namayışqa çıktığımızla, sizler namayışta neminin aldığa, parlamentin aldıda, parlamentin edem çıktı aldığınlağa, onun dikin Amerika elçihanının aldı görüp, oygan Amerika, Kutqaz Amerika'da toğladığınla, Amerika elçinin çıkmış edem çıktı aldığımızga, çıraylık özür koydu. Hem onundan başka yani ne vardı mı? Yana nimenin Angliyaning elchixonasi. Angliyaning elchixonasiga xat topshirdilar. Asli bu namoyishni yani nima qilish kerak degandikin islom dunyosining har bir davlatning, Misrning bolalarimizni qaytirib bergan, Malayziyaning, Taylandning bolalarimizni tutib turib bu qadar qiynayotgan, Arabistonning, Qatarning islom dunyosining oldiga berib, Qur'onni qanday ko'ydigan rasmni olib ko'kitib, wake up deb aşağıma bakırışımız gerek biz. Her bir devlet turvatkan Uygurlar bunundan keyin bir yerde toplaşıp algan bu namayıştı mı? Bilgelik namayış çünkü öz turvatkan devlette vakitim 10 adam çıkıp basın. Yani bir kıtım 20 adam çıkıp. Ay toxtumay öz turvatkan devletmiş hareketini kısa özünün karındaşlarını şunçilik tez kutuldurar. Şu devletler Uygurludur. O devletler siz için işlemekte, siz onu işletirsiniz. Biz işletimiz o devletlerini. Şunun için ben bu hareketini bütün dünyadaki barlık devletlerde turvatkan teşkilatlarının derhal hareket ötüp özü turvatkan devletni, muş Amerika kongresi aşı elçihanıga yazgan xatni hemiz koluq elip apırıp berip özü turvatkan parlamentga muşundaq narsani e'lon qilish kerak ekanligiga harakatga keltirishga chaqiraman. Hem muş Avstraliyada o'tkazilganga o'xshash namoyishni hamma davlatning 2 kun, birinchi kuni aşı parlamentin aldıda ikinci günü yan bir devlet yan İslam devletleri ailenip yürüp 2 saatten hem de devletin aldıda wake up oygan Kutqazda aş teşkilat neminin elçihallarının aldıda bütün dünyadaki devletler nöbetle ayrılıp muşnak namayış ettirişini umut kılman. Eğer şundak namayışını aşılap kısa bunu ben berip her bir devletteki namayışkı birlikte katlaşıp şu devletin parlamenti bile özel görüşüp hükümeti bile birlikte berip görüşüp ben bunun basışmam. Müşel bir narsani aniq o'tay xonim. Bu masalan bu men abay sanab o'tgan davlatlarningki bu Uyg'urlarningki beshakilayotgan bu g'oyasor qirg'inchilikqa sukut qilishida Xitoy bilan bo'lgan munosabatimi muhim o'rin turdi deb qarayman. Chunki ko'p qismi Xitoy bilan savdo munosabatlari ular Xitoydan qo'rqaydi deymizda. Mushunda bo'lgan vaqtida bu gunohni yana mush davlatlarningki savdo oldida insonning huquqlariga ko'z yumib, inson o huquqlariga dafsanda bo'lishiga ko'z yumib ishlab qarashga bo'ladimi? Elbette shunday qarashga bo'ladi. O'zligidan bizning biroq uning ko'proqi biz o'zimiz davlatlarni yaxshi ta'minlayapmiz. O'zimiz harakatga keltiramiz deb qaraymiz. Bular haqiqatan Xitoyda sukut turdi. İmkan bor, biz izlamasak bular izlamaydi, Xitoy bilan savdo qilyapti. Biroq G'arb dunyosining o'zining kishilik huquq qimmat ko'z qarashiga biz chaqirishimiz kerak. Ularning yaqisini so'rab ochiqish kerak. Islom dunyosini islom bilan ochiqishimiz kerak. Biz buningda o'zimiz qattiq harakat qilishimiz kerak. Shunga men nimani o'ylayapman. Sizning o'zingizning mush to'g'risida nimishni qilayapsiz? Jazo lagerining taqilishi, xalqimizning asharidan ozod bo'lishi. O'zingiz shaxsiy xuddi siz o'ylagandek, men butun dunyo mush qadar mening xalqim 2 milyon deb quturyapman men hozir hammaga. Lekin 4 milyonni bilish mumkin. Men ko'chalarni ko'rdim, adam qolmabdi. Mening qarindoshlarim u yerda qonda qiynayotdi mana. Mush 5-6 kun bo'libdi bir bola o'zining bo'yniga pichoq tiqib olib, qonib doktorxonaga kirib doktorxonadan qochibdi. Agar ash jazo lagerlari ash mening xalqimni, mening farzandlarimni qiynamagan bo'lsa, ash qadar zulm solmagan bo'lsa, bir siyosiy o'g'inish olsa, u xalq o'zining bo'yniga pichoq tiqib bu yerdan qochmaydi, radiodan beribdi. Şuna men şu dünyanın eğer dünya muşunda sükut durup mening qarindoshlarim aşında qiynaldigan ish olsa bunu teziltishning yana bir çaresini ben o'ylab chiqdim. U bo'lsa o'zimdan boshlayman. Bütün dünyada mening xalqim oshuna namoyish qilsin, bu qo'shimcha qilsin. Lekin men 72 yoshga kirdim. Hem 5 qitim Nobel mukofotiga nomzod bo'lib ko'rsatdim. Hem bir necha qitim tinchlik mukofoti oldim. Hem beni Amerika özünün siyaseti bilen açıktı. Hem dünyada bir tanılgan Uygur halkının anısı, lideri, bir kişilik hukuk
faaliyetçisi de ataldım. Meylim bunu haklar özünü aşırıp devatıdı da her xil töhmetlerini çaplısın o. Bu hakikat değil, bunda işte boğallığı. Şunun için bu dünyada kreditteydiken, bir inavetteydiken bunu işlep kalırken. Şunu, muşu tarihte, muş esirde bir Uygur'un anısı, lideri buluş süptüm bilen, muş 72 yaş vaktimde dünyanı ben üzeminin cenim bile oynatıp birey diye geldim. O bolsun o, ben aşk ilan kılışını karar kıldım. Aşk ilan kılıma. Üzem çıkıp bütün dünyadaki karındaşlarımla bayanatını berip men yoki Oqsarayning oldi Oqsarayga Donald Trumpga xattim birini tashlayman, so'ngini e'lon qildim deb. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldida yetib, men bu da berib, yerni elib, rasmiyatni bejirib, men o'zim oshq e'lon qilaman. Balkim 20 kun chidishim mumkin, balkim 10 kun chidishim mumkin. Bor g'ayratim bilan turib, men e'lon qilishdim bir oy burun, oshq e'lon qilishdim bir oy burun dunyoga e'lon qilib, axborotlarni qo'zg'ayman. Men Amerika hukumatiga, Kongresiga, dünyadaki Avrupa parlamentiga, Birleşken Devletler Teşkilatıga, hemmisiga özümün halkımdan tatqan azap okubitini, dünyanın uyg'utanmay özümün cinimni, akka geldigimni bütün axborot orunları bilen berime, hemme yerde muxbirlarga bayanat beremem, press konferans ep baraman, ep berip sözlep bulup, endikin berip men aşırıp e'lon qilishni boshlayman. Men bilen billa dünyanın hemme yerde chiqadigan qarindoshlarım bir yerim ay vaqt hozir ama Belgiyadagi namoyishni tugatib bo'lib, Belgiyadagi namoyishda o'zimning kelgan farzandlarim, qarindoshlarım bilan o'zimning so'zimni, yurak so'zimni birlashtirib, bo'lgandan keyin ashyodan qaytib berib, yerni olaman, yerni elib men oshq e'lon qilaman. Shu oshq e'lon qilish jarayonida mushu bir ayol, mushundaq bir ayol bir dunyoga mush ovozini anlatib, ash xalqini qutuldiramay, bizni o'yg'itolmay, o'zining jinini tikib meyaga kaptur deydigan siyosiy o'g'illar bo'lsa, meni izlasin. Demese, men özümün hayatım bilen, men aş lagırdakiler bilen billa tugab ketish mening majburiyatim deb oxirgi mushu qarorni qildim. Bu bir mening lagırni ozod qilish uchun ep borgan faoliyatimning bir qismi. Bu bek ulug'vor bir plan bo'ldi xonim, ammo albatta siz yana shunday bir vaqtda Uyg'urlarning lideri, Uyg'ur xalqi sizga muhtoj, sizningki salomat bo'lishingizni, ham sizningki tik turishingizni har vaqt umid qilamiz. Demek bunun da türlü şekildeki biz hazır kıyas kılamaydıgan türlü şekildeki mesela salametliğinizdeki naçarlaşıp geçiş katarlıklı nurgun amıllar buluşu mümkün. Şundak olsun bunun da özünüz hiç kez gözünüz görünmeye tarafı intihar bir kahramanlıkla oturup çıkımdan davatısız. Şu arkalık dünyaya ne demekçisiniz? Ben dünyaya uykumunu açmadım. Muşunda 40. yıllıkta Xitayga sükut tutudum. Ben cinim bilen seni oğutum. Ben muşu bir ana, ben hayatım bilen Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldığı yetivatkan, aş 4 milyon Uygur men, aş kampıda yetivatkan 10 milyon, aş vatanın içindeki 20 milyon, jığlavatkan, aş küçüde kelivatkan, neçe 10 milyonluğun bala, aş hem resimlerini koyup, men şu, sen oyganmasan, hani ben muş aldığımda ölümen, muş aldığımda muş tuğa ayalını kör, men şu, dep ben dünyaya, katı tenkit, bu benim, dünyanın gözünü açmay uxluğuna verilgen cevabım buludu. Menimce halkara bundak meni bir milletin uyganmay bir milletin dışında tügep ketişini qarab durup, yana şu milletin lider bilen anısı çıkıp, Birleşken Devletlerin aldıda ölse, bu tarih şundak çıraylık yazıldı. Elbette bu Dünya andın uygun olur. bir milletninki lideri hem anısını ki bu şekilde oturup çıkışı dünyanın çüçüş gerek. Yani nazariye cihati ilpet qabaqda, ameliyatda hazır nurgun cihati ilpet qabaqda Xitaydan bo'lgan dünyanın münasebetler murakkablaşıp qabaqda Xitayning hazır muştum zorlukda işvat qabaqda yana dünya intayın yüzsüzliklen bu iş qarma turaş yaksini avazınızı alma turuşu mümkün. Ama qandalımızın bu dünya tarixida kem körülüp bakmagan alaylı şekildeki bir xil qarşılık görürsüz. Yani bir milletin liderinin oturup aşık ilan qilib chiqib turib, o'zining qilayotgan xalq uchun oxirgi nafs qarshi kurash qilish irodasini bildirgan bir ish. Mushunda bo'lgan vaqtda siz Uyg'urlarningki Xitoy qarshi turish jihatda bir yangi bir palla, yangi bir simvollik ham amaliy bir xil bir ma'noni o'tirib chiqarsiz. Demak, buningdan keyin mushunda elib aytgan vaqtda bizningki ko'rishimiz teg'idimmi? Mushu zulmning ishiga teg'idimmi? Radikal shaklga kirish mumkinmi? Xitay
texmi vahşiyleşişi mümkün. Lekin dünya undaq qilmaydi, onun yo'l qo'ymaydi. Chunki Xitoy hukumati dunyoga jang e'lon qildi. Uyg'urlar. Men yuqorida aytib o'tib ketdim. İslam dünyasıga, G'arb dünyasıga jang e'lon qildi. Bugungi bizning beshimizga kelgan bu kunning kelgusidagi dunyoning beshiga keladiganligini dunyo uni o'ylamay qolmaydi. Shunga hozir o'zingiz ko'ryapsiz, Amerika Xitoy bilan qanday munosabat qilayotganligini, Yaponiya Xitoy bilan qanday munosabat qilayotganligini, shuni men bu qitim dünya Uyg'ur masalasida o'yg'onadi, Uyg'urlarni bunday lagerda qo'yib etishga qo'ymaydi. Xitoy qirib tugutib, o'tisidan Xi Jinpingni chiqarmaydi, Xitoy kommunistlarini chiqarmaydi. U mu chiqarmaydi deb o'ylayapman. Lekin biz yana o'sha oraliqda hozirgi lager masalasi to'g'riliq men plan tuzyapman bir necha odamlar bilan biz sud xalqaro sudga berimiz deyapmiz. Bu ishlarni biz etmamiz, biz hammani deb o'tirishning o'rni yo'q bu yerda. Bizning o'zimizning ma'lum planlarimiz. Endi oxirgi savolim shu ochiq e'lon qilish. Siz dunyodagi Uyg'urlardan bu ochiq e'lon qilish bu kompaniyamiz haqida nimalarni umid qilasiz? Nimalarni kutasiz? Men dunyodagi Uyg'urlardan agar men bilan birga ochiq e'lon qilishni xohlaydiganlar o'zi turayotgan davlatda o'zi turayotgan davlat prezidentlarining oldida Uyg'ur masalasini aralashishga chaqirib parlamentning oldida ochiq e'lon qilishni ham o'zi turayotgan davlat birlashgan davlatlar tashkilotining tarmoqlarining oldida o'zininki qanchalik odam chiqsa shunchalik odam men bilan xohlasa bir vaqt chiqib her davlatda dunyoning har yerida mush ochiq e'lon qilish faoliyatimizni birlikda ko'tarib chiqishni xohlayman. Shunga chaqiraman. Agar xohlasa Amerikaga kelsa mening atrofimda billa qancha odam ochiq e'lon qilsa biz shunchalik ochiq e'lon qilib turibmiz. Men sizningki bu qitim ochiq e'lon qilish bu kompaniyamizningki qutlug' bo'lish tilakdosh bildirman xonim. Alloh sizni salomat qilsin. Yana bir savol o'tili. Bu savol o'tgan qitimliq bizningki suhbatimizda qolib qolgan savol. Bu o'tgan qitim siz shu yaqin kelgusida chet elda hozir turli shakllarda mavjud bo'layotgan tashkilotlarning orqasi bir yerga kelib ularni bir o'rtaq nishon tomon yuzlantiradiganligingizni aytib o'tdingiz. Bu vaqtda to'xtalmaymiz, chunki uning menimcha sizning javobingizdan to'liq bo'ldi bunga. Endi bugun ham ikkimiz yana bir o'tgan qolib qolgan bir masalani deyishildi bugun. Ya'ni siz yana shu bir gap deb o'tdingiz, ziyolilar diniy arboblarni bir yerga kelmaydi dedingiz. Endi ziyolilarning nuqtasidan qarasak, hozir ziyolarimiz tartib ko'rilib boqmagan shaklda uyg'ondi. Ziyolar o'zlarininki shu sohasini halqıgan turli shaklda millat uchun xizmat qiladi. Ammo ular birlashib bir ramkaga, ideviy bir ramkaga kelgan yo'q. Turli shakllarda qo'ldan kelishcha yakka shaklda qilyapti, ammo bir ramka shaklda umumiylik bir nimaga asosda kelyapti. Endi diniy sohani ilib olsak, buni ishidimi nurg'unlagan tashkilotlar bor, mazhablar va turli tushak bo'laklar, guruhlar qatorliqlar bor. Demak, u ikki guruhninki o'ziga xos bo'lgan murakkabliklar bor. Demek mushunda murakkab bo'layotgan ikki guruhni siz qanday qilib bir yerga kelolasiz? Bu yerda ikki guruh yo'q, Mamtun efendim. Biz hammamiz islom diniga e'tiqod qilganligimiz uchun hammamiz diniy islom dinining ichidagi bir millatda. Lekin rost degandek hani ziyolilarimiz diniy ziyolilarimiz bor. Dinda o'qigan ziyolilarimiz panda o'qigan. Lekin hammasi alhamdulillah musulmon. Bularni biz bir yerga ekamizsak bir. Lekin biz yani şundaq bir narsani men o'ylaymanki, yolg'iz bularni bir yerga akilish emas, buningdan keyingi mush lager masalasi, bayatni Uyg'urlarning mavjudlik masalasini to'g'ri savol qo'ydingiz. Lager masalasi nurg'un masalalarni hal qilishda biz bir yangi plan, yangi bir strategiyaga muhtojimiz bor. Bir buningda mening modda tuzib kelgan strategiyalarım bor, uni planlarim bor, uni men shu vaqtda siz. Buning uchun biz ham mush diniy olimlarimiz bilan fani olimlarimizni bir yerga akilib, birlikda hozir mavjud bo'lib turayotgan, mayli Turkiyada bo'lsin, mayli G'arbda bo'lsin, mayli Arabistonda bo'lsin, mayli vatanda bo'lsin, mush ishimizdagi har xil o'xshamagan mazhab, ma'lumotchiliklar, oshirib ishirayotgan ishlar, bu kim kas vata ishang o'tirg'i chiqib oladigan bo'lib hozir so'zlab, bir nimalarni deb xalqning beshini ma'lumotdan qilib muşların hemmisi, muş dini ziyalilerimiz bilen, hakiki bildiğin dini ziyalilerimiz bilen, hatta bazenler şu, oy ben onda okudum, oy ben onda kıldım da muşlak bir keteden olup kaptı. Gap okuşta emez. Gap halktan seni itiraf kılışta, gap senin niyetinde. Sen zaten kim?
manasida. Shu mushundaq odamlarni mushallashdan bizning haqiqiy ziyolilarimiz bilan haqiqiy diniy arboblarimiz xalq kuyunadigan o'zining e'tiqodi bilan ham vatandagilarga ham teshiklik Uyg'urlarga ichi og'ridigan mayli Uyg'ur olsun, mayli Qozoq olsun, Qirg'iz olsun, O'zbek olsun, Tatar olsun jazoni birlik yavatimiz. Hammamiz bizning qatnashimiz, hammasinin vayron bo'lishi, mayli sirti, mayli ichida biz yo'q qo'ymaymiz. Shuning uchun biz men o'tganda dedim sizga, o'sha 2-3 kunning yoqida davatman. Hozir men sizga bütün dünyadaki meni ko'rayotgan ko'rarman, jamoat oldida bir vazifa topshiraman. Hozircha 30 diniy arbob, 30 ziyolilarimizdan, ilg'or ziyolilarimizdan bir yerga kelib, g'arbning qayerda olsangiz yig'indan birini echib, bular o'zaro muzokara qilib, qanday qilib shunday ma'lumot tangchiliklarni tuzash, birlikib bir-biri bilan fikr almashtirish, bir-birini qo'llash, shunday bir vatanning ichidagi lagerliklarni qanday qutuldirish, ham yangi planlarni qanday ochiqish, tashkilotlarni qanday yetaklash, tashkilotlarga qanday taklif berish, ham xalqni qanday ittifoqlash, bu haqda men mushu ziyolilarimiz qildi. Hozir mushu yaqinda men nurg'un ziyolilarninki diniy arboblarning maqolalarini o'qiyapman. Vaqtim azroq chiqsin ko'ryapman. Nihoyatda yaxshi narsalar. Ziyolilarimizga rahmat. Nihoyatda yaxshi narsalarni yezib, xalqni uyg'otib birlashtiryapti. Diniy arboblarimizga rahmat. Nihoyatda uchuq, nihoyatda ilg'or ideyalarni qo'rqmay o'tirib qo'yib, xalqni qaymoqtirayotgan bir qism odamlarni oy deb beshiga qo'lni takizib qo'yapti diniy olimlarimiz. Bunga rahmat aytaman ularga men. Shuning uchun mushundaq ilg'or olimlarni bir yerga akilish vazifasini men sizga beray. 1 oy ichida menga deklab qilib. 3 oy ichida yig'in 4 oydan keyin echilsin. 3 oy ichida yig'inni maydonga keltirib, mush 60 kishi bilan biz boshlaylik. 60 kishini keyin 100 qilaylik. 100 kishini keyin 200 qilaylik. Mana oshlarning aqli, oshlar o'zi butun dunyoni ittifoqlashtirdi. Hem bizni yetaklaydi, hem tashkilotlarni tashkilot ularni yetaklaydi. Shu biz bir-birimiz bilan chambarchas bog'lanamiz. Bu yerda pochilanib ketgan gapni yo'q. Hem pochilanmadik, hem pochilanmaymiz. Aşı vatandagi, aşı lagerdagi ko'chada qolgan narsidi balla ashuna bo'layotganda bizni pochilanib ketdi deganlar og'zini yumsin. Hech pochilanmadi. Hammasi o'z oldiga ish qilyapti. Yana bir-birimiz bilan kelgan vaqtda bir-birimiz bilan maslahatlashib qilyapmiz. Sen ani qil, men mani qilay. Onu qo'ldan kelganini qilyapti, men qo'limdan kelganini qilyapman. Yana birisini qo'l. U bir unda tashkilot qurganini pochilanib ketganlik bo'lmaydi. Hammamizning ideyasi bu. Endi shu tashkilotlarning bir yerga akildiganda, yana shu diniy olimlar bilan, yana tani ziyolilar birlik qilsa. Demakchi bo'lganim, diniy olimlar deganim tani ziyolilar. Biz hammamiz alhamdulillah musulmon. Şu sahada o'qiganlar birlashyapti. Endi ziyolilarimizningki nihoyatda xalqimizga jiq takliflarni berib, men burun ziyolilar menga telefon berib, nihoyat chiroyli takliflarni bersa, ularni xatqib qo'ygandilar. Endi hozir o'ylab baqsam, ularning asta-asta qadriga yetyapman-ku. Shuni endi cho'ng'ayotgan o'xshaymi 72 yoshga kirgan vaqtida. Men ana sizga mana shu ziyolilar va diniy olimlarimiz haqida shu suhbatimni beraman. Masalan, Turkiyada o'qiyotgan uşaq bolalar, Türkiye'deki nurgun ayallar, nurgun aşı, qanday qilish, nereden nemi so'rashni bilmay, tinab yurganlar, O'rta Osiyodagilar, Arabistondagilar, sizlar ash guruhni qurib chiqsanglar, ashning muhtar. Biz bu vaqtda hammamiz e'tirof qilamiz. Tarafsiz holda har yil yig'in ichib, mushunda ish qilsak bo'ladi, bumi bir bizning bir ishlarimizdan bir cheti bo'ladi deb qarayman. Bo'ladi. Va bu vazifani menga butunmuş ko'rarmanlar topshirdingiz. Buningdan bu bosh tortqil bo'lgan ish emas. Endi mening o'sha to'g'risida so'raydigan bir qisqa bir savolim, mushu bir birlik, mushu bir ramka qurilgan vaqtida 3 ishni deb bakın, konkret 3ni sizningki tilkingizda 3 ishni amalga oshirishimiz kerak. Bir yil ichida, demak 3 ishda qaysi ish bo'ladi? 3 ish. Masalan, birisi mush chet eldagi Uyg'urlarning ichidagi o'xshamagan fikr, ma'lumot taqchiliklarini tugutish. Bularni bir zade red qanday red Avrupa'dakini qanday, Turkiyadakini qanday, O'rta Osiyodakini buni red qilish. İkincisi mushu har xil tashkilotlarni qanday ko'rib men ular o'zimni qatnashiman-ku. Shu pochilanib ketdi degan xalq mana umidsizlansa, bu xalq nihoyat nodon ekan. Pochilanib ketdi biz qanday? Unda ish yo'q. Tarixda pochilandi, birlashdi, bunda cho'ng bir biz 35 milyon xalq. Bu 10 adamni ozod qilmaydi bizni. Ya ikki tashkilotni ozod. Biz
parçalımız, yemirilimiz, bir devlet olan Türkiye'de ne çıkıtım parçalanıp, ne çıkıtım yemirilip, yani Erdoğan çıkıp soravatdı. Bunda işler buludu. Şunun halk ümitsizlenip ketmeslik için hazır halkımızın tentelep jüge vaxtıda şu teşkilatlar oturdu ki, bu şundak nizakni tügütüp, ittifaklaştırıp, birlikte ekilip, ulağa bizning kuchugimiz uçuk, mening kuchugim uçuk. Biraz bilge işimni deb saldım. Ötkenki ketim sizin sual sorğunuzda. Nurg'un adamni rencittim. Renjigen adamlarga men hayron qolaman. Men hech kimning ismini bir mamtimin hazratninkini atab satdim men. Aeroplanda 20 saat uçup düştüm. Ettigende sözlegen sözünü anlap bir ervayim uçuptu. Şunun bilan bularning qilayotgan gaplariga qarab ochig'im keplab, mayada hayajonli so'zlab sapdim. Bo'lmasa men o adamning ismini atab yurmaydim. Qolganlarning men hech kimning ismini atag'im yo'q. Bir ayolning ismini atabdim. Lekin qolganlarni men mushlab o'zaki deb ketdim. Xopilishning o'rniga o'zini tuzitish kerak. Xopilishning o'rniga har bir osh ma'lumotchilik bo'layotgan yerda turayotgan erboblarimiz, olimlarimiz, diniy erboblarimiz, ziyolilarimiz osh o'zi turayotgan yerdagi vaziyatlik ishga mas'uliyati bor ularning. Chunki men Turkiyaga kirmayman. İslam dünyasına baramayman bo'lmaydigan bo'lsa, men kirib qiladi. Shularning o'zining mas'uliyatini tunib, xonim bizga nasihat qilyapti. Onamiz bizga nasihat qilyapti. Tuztayli deb men telefon berib, mama gaplari ushib ketdi. Managa diqqat qilsizlar. Mama ishni biz tuztayli deb bir-birini quchoqlashib bo'ladi. Yanala ittifoqlashish masalasiga kelgan vaqtida ba'zan qarindoshlarim u mu xapilib so'zlayversa, bu mu xapilib yomonlayversa, zodi biz bir-birimiz bilan kechirdik, ittifoqlashdik degan so'zingni tur. Nimişki keçiremeyse birbirini. Keçirmeydiğin neymiş iş var. Aşağıda şunca karındaşların öyle vatıdı. Sen birbirini keçirmişsen halkka, sen davagarmen, ben halkın kutkuzumen, halkın işini kuvvetmen diyen onların et taşlardı sen ki. Yalgan o. Eğer rast olsa, Allah razılığı için diyen gibi rast olsa, sen keçirir birbirini. Xitayning qo'lida ashad o'layotganda birsini urishayotgan birsini apirib Xitoy kampus yana birsini qanday qarab tursa. Shuning uchun men mushu qitimki sizning ipbaradigan men sizga bergan vazifadagi yig'in mana mush ishlarni hal qildi. Ham uningdan burunmi hal tusun deb qarayman. Uchinchisi qolib qoldi shuni. Uchinchi konkret amil qaysi nimani, qaysi xil natijani kutasiz siz mush birlikda? Birlikda men xalqning bu qitimki lagerni chiqarishda, vatanimizni mustaqil qilishda yangi bir sahifa, yangi bir yo'l ochiladi deb qarayman. Bo'ldi. Rahmat. Yana bir savol xonim, bizningki shu chet elda men suvni yomon chiqishib qo'yaman, kechiringlar. Shu chet elda Uyg'urlarningki, vatandagilarningki ahvoli ma'qul ig'ir darajada bo'lyapti. Chet ellik Uyg'urlarning bu besh nurg'un ig'irchiligi bor. Mesela hazır dünyada o'ngchilik mayllash eg'ilishyapti. İslam fobiya yoki islomga qarshi turish xohish kuchayyapti. Shuning bilan bir vaqtda Uyg'urlarningki chet eldagi mesela yangi avlodlarningki mesela Uyg'ur tilini o'rganish masalasiningki borgan sari eg'ilishi o'zininki kulturga, o'zining diniy e'tiqodiga bo'lgan e'tiqodiningki va shuni davomlashtirib bo'lgan ifodasining sushishi qatori nurg'unlagan amillar bo'ladi. Bu amillar qetilib eng asosiy Uyg'urlarningki chet elda jumladan g'arb dunyolarida putirab turishini ig'ir bir his duchor bo'ladi. Mush jihat elbetqa vaqtda biz sizningki kelgusida Uyg'urlarningki chet elda putirab turishda qaysi xil amillarni muhim deb qaraysiz? Buning uchun o'zingiz qanday qilasiz? Birisi haqiqatan Uyg'urlar ittifaqlashish kerak. Rasmiy ittifaqlashish degan shuar yolg'on emas. Ilki yolg'ondan ittifaqlashish shuarni o'tirg'i ochib, o'zining shaxsiy maqsadini amalga oshirayotganlar bor. Men buni sezib qolganligim uchun menga xafa ba'zi odamlar. Biroq men uni ularning maqsadini amalga oshmasin demayman. Birinchi eng cho'ng omil biz bu masalalarni hal qilish uchun eng cho'ng omili ittifaqlashishimiz kerak. Ikkinchisi biz bedel to'lashni bilishimiz kerak. Ya xalq uchun oyda bir kun vaqtimizni ajratishimiz kerak. Shu dunyoning vaziyati teshilik yolg'iz kishiliki emas. Vatanning kishilik emas, vatanning kishi teshiliki hamma omillarni rakka selish uchun har bir Uyg'ur badal to'lashni bilishi kerak. Yoki o'zining vaqtini chiqarish kerak. Bir kunlik vaqtini hayotida har oyda yoki iqtisodini chiqarish kerak.
Biz Uygurlar naiti, namurat. Davayımız naiti, namurat. Özünüz gördünüz. Ben bu Avustralya'ya gelip, özümün katibimga, bir katip, bir tercümanga pul veremem. Benim tercümanım ketip kaldı. Ben maaş veremem. Tercüman yok bana. Ben ahir şu tercüman üçün, özümün kışında işleydiğim bir adamni işe iriş üçün ben dünyadan hakikaten pul sorap çıktım. Benim çıkışımın hiç kanda karşı yok. Benim fonum var, hesap numaram var. Dünyadan bana pul işip apırıp, bana adam ettiriş gerek. O palanı devletten hal kılmam. Siz bazılarla suallarını koydum bana. Pokonu devletten hal kılmam. Aval özümüz hal kılanda başka devletler hal kıldı. Biz özümüz tonumuzsak başkalar kanda tonuydu biz ne? Halk muş davanı kanda kılıp tutup duruş dava kanda yardım kılışını biliş gerek. Ben yani toxta. Mesela ben muş Amerika'da 7 ayını halkın koldan $300 pul yığıp 7 ay titrep durup hem işxanamın icarısını төлep, hem tercümanımın pulunu verip, hem katibimnin pulunu verip, hem şoförümün pulunu verip, muşunda kıp durup 7 ay davanı putumunu muşuna koyup durup kıldım. Ben şu vaxtlarda keçilep xalqın $300, $200 da telefon verdim. Xalq özü muşunda pontlarını qandaq təminləşdi hər bir orunda. Ben siz gibi deyim, muşunda bir ponttu, Uygurluk pont de bir pont payda kılın. Uygur pontu da. Uygurluk pulu dünyanın hem yerden, kemikal yerlerden $1 taşılsın. Bay yerlerden $50 taşılsın ayda. Onun da muvaffak iş yok. Bütün dünyanın aşına yığıldığımız bizden davalarımız iktisat olsa, o adamını köp işlesek, dava evcik ep getirdi yani bilmeden degentiniz unutup kaldım. Bu Amerika'dan $300 yığıpsınız. Biz bu yerde yamanca yığıp gettiniz. Bu adaletsizlik oldu. Adaletsizlik emas bu. Amerika'nın beni 7 ay baktı. Amerika beni 7 ay baktı. Bu yerden ben Avustralya halkına rahmet ettim. Ben Adelaide, Sydney, Melbourne'deki karındaşlarım benimki bir yıllık dava hakkını, dava pulunu bir yoluk saldı beni. Bu az pul emas bu. Bir yıllık ben tercüman alımen, katip alımen, işxanının icarısını bilmem. Muşunu ben Avustralya'dan tutkuzup mandım. Ben ismini atmayayım. Bir adam bana yak, bir adam könglimge keladigan gap qilib bakmadı. Uygur'un içinde, Özbek'in içinde, meyli Tatar olsun, meyli Özbek olsun, meyli Kırgız olsun, meyli Kazak olsun. Hemisi verdi. Ben hayran kaldım. Benim Türkiye kardeşlerim bu Avustralya'da en düşengende Xitay'dan bu kıtımkı lagri Türk dünyası hücumu. Hemimizni kırvatıdır, Uygur kardeşlerimizni kırvatıdır. Aşılağıcı men bağımı deyip öyle ekep verdi. Bazılarına ben bu telefon kurdum dedim. Bu muşunda Tılımğa siz telefonda? ya men tıllaydığa yerimni koymadı o. Hem de kandak mı tasavvur kılmış şuna ben bulağa her nim bas Xudoy muşlar basun. Muşunda baldır oygangan. Men her kıtım Avustralya'ya kelgende acayip çok təsirat etip ketdim. Birinci bu namayışdan acayip çok təsirat aldım kana. Bunun hem uşak ballarının sani çok adam bilen ten. Büyükteki ballar bilen 1 yaşlık, 2 yaşlık, 3 yaşlık, 5 yaşlık ballarının çoğunlar bilen sani ten. Hemini ep ketdi. Mesela Adelaide'den karan hem aeroplanda hem maşında 10 saatlik. 1200 kilometrlik. 1200 kilometre yol. Melbourne'dan kelgenlerge karan. Ben Polat başlap ketdi. Emdikin bu Sydney'nin sırtındaki başka şehirlerden ketdi. Demek bu namayıştı mı? Bir hayran kaldım. Bu ömürlük, bu yakında 15. Mart bir kadem bir avazını bütün dünya boyunca açıklandı. Çıkan Avustralya halkı bir ay, yarım ay ötmez. Yana aşağıdan kelgiç her birisi $2000'dan çıkım bulur. Muş Adelaide kelgiç. Muşu çıkımlar bilen meşeye girip muş namayışını ötközgenden sırt basam mektep geçip atkan. Hem yana ula Uygur üyü kılımızda kanda kıptı desiniz. Her birisi Uygur üyü kılımızda 15.000'dan 5.000'dan pul yığıp o miçni sepoptu. Uygur üyü tayarlap etipti. Şu pulunu berip atkandan üstüge men kepti ben. Meyada namayış pul haşlap. Ayad Uygur pul haşlap. Ayad yakındalıkı ballağı Türkiye ballağı pul haşlap. Ahıdlı men düşsem vay bu hak ağzı hak beşini götüremem yerip kettim hak kanda berer dedi. Lekin pulni g'arrıdı kılıplam 10 kun içinde benim sonkam kırketti. Hem çıkmaydı bana. Hem çıkmaydı bana. Ya bir sual da mühim bir nokta keldi. Bedel töleş meselesi. Ben bu sizinki muş to'g'risida bir hikoya so'zlab bir qisqachada
Bana bir çetelli hanım şunda dedi, bir söhbetimizde. Çetelli Uygurların bek düşündüğün hanım bu. O hanım dedi, sizler Uygurlardan mı öte rezgi millet bulamdı dedi bana. Nahit açıklandım ben bu gepke. O hanım sözünü davamlaştırıp bana açıklanmaz sen, ben bunun sebebini de birey dedi. Dedi ki, sizler Uygurlar özlerinin davasıga hakiki bedel tülep oturup çıkmaysızlar sizler. Pulunla yok emez ba. Bağlarınla bu pulunu eş işletke, huzur halavetke, esil maşinaga, esil öy cihazlarını işletisizler ki, şunun konulan unaydı ki, herkes mi azap işide ingravatkan vatanınlar için, halkınlar için pulunu sarıp kılışını kalmaysızlar dedi. Elbette Uygurlar kembegal siz degендek. Hem devlet Avustralya emez, siz kesinizle pulunu çıkarmada kılamaydı. Nurgulları tekrar işlevat. Ondan sonra biz birinci evlat çeteldeki misafirler bula süpümüzden cemiyetin elbette akıtemeyiz. Üçüncü evlatlarımız alır bunu. Demek gepim kayıtıp gelsek bedel töleş bu kadar eğer kırınçı buluvatkan vakta yanılla bir çoğun bir polmet bir mesulları da. Muştan karga vakta siz Uygurların bedel tölüşüne hakikaten bula iqtisadi cihetten bedel töleş. Cenini, melini, aklını özde barlık imkanını bedel töleşini siz hazırca muvaffaq deb qaramsınız. Yani Uygurlar muvaffaq bedel töleşini. Hazırkıdak vaxtıda tölümegen bedelini keyin töleştin hiç harç yok. Undaq bedel tölümegen millette ümit bulmaydı bana. Menimçe Uygurlar bedel töletmiyor. Bedel tölemey turup bu dava ahır çıkmaydı. Bedel tölegende şu adam tölegen bedel bilen özünü öz terbiyeleydi. Bedel tölemegen adamdan vatanperverlik terbiyesi çıkmaydı. Endi yalnız bu Uygur halkdaki günah mı desiniz, halkdaki günah emas. Biz şunu yetekleyemedik. Şundaq bir narsalarni tashkillab, shundaq tashviqat qilib yetaklayamidik. Agar biz yetaklaydigan bo'lsak, men yuqorida bir gapni aytib o'tib ketdim. Har bir davlatda birdan parlamentda Uyg'ur ish kerak tashkilotda. O tashkilotning boshliqlari qandoq desangiz, men o'rnimda 3 qatib qo'yib bo'ldim. O tashkilotning boshliqlari qandoq desangiz, hammasi 8 soat ishlab bolasini qo'sqini boqmasa olmaydi. Uyini boqmasa olmaydi. Biz aşını xalq ügetsek, xalq bedel tölüse, her bir devlette birden Uygur maaşlık teşkilatının içinde. Maaş, xalqdan tölügen bedel pulu bilen birden Uygur 8 saat işleydiğen olsa parlamentki jügürüdü, oylap bakın. Nim için ben en iyiliğinin pulunu vergenler jügürüp işleyen oldu. Toxtama işleyen oldu. Meyli Ömer olsun, meyli Dolpun olsun, demiş bana alıvatıdı. Ha kolda en iyiliğinin iktisadı bak, o kandak olmuşsun, o bir hatırcam hayatı oğaç düşüküreli. Şu her bir devletlikle elbette özü turvatkan devlette aldı bilen bir adamla 8 saatlik maaş verip işletip aş pulunu yığıp adetlense şu devlet, şu adam parlament gücü aleydi, kişilik hukuk teşkilatlarını oygulta alaydı, halkını teşkilleydi, yaşlarını terbiyeli. Hem işini şu bir adam kılalaydı. Keyin ula bu yaxşı oldu diken hep halk yanıp pulunu yığıp işkini orlaştırdı ama. Şuna bu bedel töleş yalnız bizden merkezi organ emez, özünün teşkilatı. Ve bizlerge okşaş davat batkanlar. Hemmisi öz içine ağın halda iktisadi bedel töleş. Onun ki karan bu bedel töleş degen yalnız pullenemez. Ayda bir adam nöbet bilen bir gün kep teşkilat işlese. O kandak muşundak okşamagan bedel töleşler var. Şunu biz hemmige biz yetekleşimiz gerek bunu. Yani muşundak işler siz kaçan kılısınız. Yani 30 ölmalar bilen 30 ziyaliler yıksınız. Muş işlerin ayrısı çıkıp şunu. Hem de sadece ahir sualım bu. Uygurların ki şu dava haclavatkan pul emezsen sizinki muş kıtım geldiniz. Uygurların ki anısı burası sütümüzden hem de müşahede sadece elbette biz kıyıtlıkımız sizin müşahede ki halkımızga çakırıp kılıp siz yerden sadece yerden 5-9'larına inip oturacak. Demek 35 milyon halkının ki davasını kılıvatkan vaktimizde bizde 35 milyon emez 35 milyon dolar mı təsir bulunmadı lazım. Demek muşda ahvalasıda aldığımızdaki bu vazife intihar eğer hanım. Demek bu iqtisadi cihette baş ko'tarmay turib nurg'un jihatlarni qilaman. Demek muşda eğer ahvalasıda siz yana Uygurlarning kelgusida bedel төлüşide asasdan qaldı. Iqtisadi jihatdan bo'lsin, boshqa jihatdan bo'lsin, yana qad ko'taradiganligimizga haqiqatan o'zimizning vataniga ko'nib, haqiqatan o'zimizning vatani uchun jinimizni aymaydigan bir vaqtning kelishiga umid qilamiz. Ben işini aş bedelini tölüge vaxtıda qo'shimcha har xil tijorat qiladigan gruplarni yasab chiqish kerak. Davomli haqni elib emas, haqni olgan pul bilan shu pulni tijorat qilib, har oyda kirim kiradigan qilib, masalan Tibetninki har xil buyumlarni ishlab chiqarib sotadigan nimalar bor. Masalan, kichik bayroqlar, har xil kiyimlar,
akas dünya boyunca elevatımız. Her xil oxşamagan ticaret usluplары bilen, yığılgan iqtisatlar bilen aştaq ticaretçilerimizni silip ticaret kıldırış gerek, şirketlerini kuruş gerek. Yalnız xalqning jiqqan pulga qarab qalmaymiz endi. Savdogarlarimiz özünü birleşip şunda pul ajırtıp maxsus muşlaq davalarını ep bardigan, muşlaq mekteplerini açıdigan, balalarını yeteklaydigan, yetim balalar mektebi açıdigan işlarga jiqraq mablag'larni silip muşlarni qilish kerak. Bu işlar Türkiye'de başlanıptı. Türkiye'de çoğun pul bala aşnaq qilib etibdi. Mana bu işlar bundan keyin asta xalqning ayarlik ahvolini ko'rgandan keyin biz o'zimizni chet eldagilar o'zimizni qutuldirib qolaylik, xalqimizni qutuldirib qolaylik. Bizning mujinchilik mirg'imizni kuldigan vaqtimiz emas hozir. Kulanmaymiz. Lekin ish qila olamiz. Qilimiz. Ama shularni qilish uchun ziyolilarimiz takliflarni yozsin, birlashib o'tirib muzokara qilsin. Biz ishni maydonga ochiqaylik, asta ochiqaylik. Yig'inlar bo'lyapti, har xil yig'inlar. Lekin bu qitimga ochadigan yig'in alohida amaliy, haqiqiy bir yig'in bo'lishi kerak. Shaklvozlik qilmasligimiz kerak. Bo'ldi. Oxirgi savolim xonim. O'tgangi suhbatimiz mening qarshimcha tor dunyosida g'oyat zo'r inkas qo'zg'adi deb qarayman. Ben ilgili bir narsa yol olsam fakat bir yüzde kadar yaxşı görgənlik ifade et. Hazır o 14 bin yıkılışıptır. Benim o tor tariximde çok bir rekord oldu bu. Ama en mühim sizinki şu sohbetimizi belgen cevaplarınız en mühim olumturdu. Bu inkasın işte burada iki temaga inkasına kışlı kaytırılıptı. Birincisi sizden ayollarının hicap ve doğrusu hicap takış doğrusu söylediğiniz sözünüz. İkincisi sizinki Uygurlardaki hazırlıkta sır bulup duruvatkan bizdeki çeteldeki davayımızdan hayat mamatık münasebeti olan sırlar doğrusundaki bazı bir uçurlarınız. Bunu uçun çıkardınız, lakin köplerin demediniz. Ben bugün hicap doğrusu sözlemeyim. Çünkü siz onun olan bütün inkaslarınızdan bunu belki cevabınız benim için tolup oldu da karayım. Benim sözlemek çok ayrım, sizinki muş esminiz. Çünkü bana nurgun adamlar ben bilen türlü şekiller alakış arkalık hanımın esimiz kaçan çıkıp iken dedi. Ben bu sualına ben üzem cevap veremediğim için çok bunu size soruşum gerek. Siz muşu sırlar hakkındaki esminizni kaçan kız? Çünkü ben bir gap deyip Uygurlar sırlar doğrusunda, içilmeyen sırlar doğrusunda gayet zor ıstırap çeken bir millet bu. Yani 2. Cumhuriyet vaxtida bizden öldürülgen de qaraldığan aşı rehberlerimizin ölümü sırlar turvadı. Biz onu bilişke şu kadar teşnem. Hazır bilenmek ediyoruz. Hakiki bir paketlik bir net çıkmadı. Hem de bu sizden demekçi olan muşu sırlarınız ihtimal Uygurlar bilişke tegiş olan yani bir çoğun bir sırlar buluş mümkün. Bunu siz esin bilen kaça ilan kılsınız, kanda ilan kılsınız? Ben Avustralya'ya gelip Seyfettin Efendim ve Seyfettin Efendim'in ki sınırsının yolu şey bilen biraz sohbet ötküzüp kaldım. Nurhan adamlarla sohbet ötküzdüm. Yanına acayip korkunçluk sırlarını anladım. Ben hem yerde hatırlatmayayım. Onun da sır vatanidan kelgen bir insan bilen nurgun gaplarni anladım. Hem de bu Avustralya'daki Seyfettin Efendim bilen ve sınırsının yoldaşı bilen sözleşken sohbetimden keyin hakikaten bu narsalarni ichish kerak ekan ve yezish kerak degan qarorga keldim. Her kız bu xalqqa haqiqatni bermay ketib qolsak bo'lmaydi. Birisi kurash ko'rsaninki qandaq yurishi. Bunun qandaq meselelerga duch kelganligi qaysi vaqtda kimlarni qilganligi. İkincisi şu aralıkta 90-yıldan hazırlıkçı bo'lgan vaqalar, o'zim biladigan vaqalarni xotirlash. Anandaki qaysi vaqalarmış 90-yıl hazırlık qaysi vaqa asas? Ben onu bir ismini aytmay hozir. Andikin o'zimning şu 13 yillik hayatım ve turmuga kirishdim burunqi hayatım haqida 3 turga bo'lib turmuga kirishdim burun şu yozuvchi, olim, inqilobchi, tarixiy odamlarimiz bilan bo'lgan suhbatlarim haqida bir bilim. Ular bilan natice işler var. Ulanın bana aytgan nurg'un sirlar var. Hatta Seyfettin Azizgacha, Temur Davomatgacha, İsmail Ahmedgacha, Abdurashidgacha buningdan sirt ularning shu davrdagi yurgan vaqtlardan hem onundan boshqa barliq yozuvchi olimlarimiz bilan bo'lgan suhbatlarimda o'zim ma'lum darajada qo'yib ketilgan narsalar bor. Onundan başqa o'zim turmush kirgandan keyin turmush kirishning oldi keyinda hukumatdan sizga ishlarim bor. Yezi dehqonlar bilan jut berish orqali
bulup müge tevrigenden keyinki bağlandaki ağın təsiratlarım ve onundaki üzerinin soğuduğu vaxtda ağın təsiratlarım işkir ülkelerdeki hoşun ballar meseleleri. Hoşun ballar meseleleri degen Uygurlar öz tarixida oğurluk kılmaydıgan, oğurluk kılmıgan yaşayıp ötken bir millettin ki 80-ci yıldan keyin kiçik balılar işkir ülkelerde setilip oğur yançıqçı balılar çıkıp hoşun degen bir geplerinin neyim üçün oturuğa çıkanlığı, zəhərlik çekimlik vatanımızın qandaq tarqıqanlığı, Aydiz kesilini Xitayның qandaq taqatqanlığı, Xitayның Uygurlarını bunun bilen de emas, qaysı usullar bilen qırğanlığı haqqında benim özümün məlum dərəcədə memleketdeki Rında'da ben parlamentte Xitayның Rında'sında siyasi kengişi toqaşqa nurgun nərsələrini bildim. Şularını bir qaldırma bu ikinci kısmı buldu. Üçüncüsü üzemden 13 yıl. 13 yıldan beri Uygurların ki chet eldeki Uygurlar bilen boğan münasebet jarayonida sezgenlerim, bilgenlerim, ügengenlerim, beşimde ötken eslimlerimni bunu ben bir video sözleyip ben isim kelgende 2 saatin 1 saatin sözlep taşlap koyuyortum. Bularını 2 yıl içinde ben bu kalemge ilişki tapşırışım. Köp rahmet. Hem de en ağız bu bizim sualımız tügüde. Hanım, siz Amerika kayıtlıvatsız, eğer biz Avustralya'da sizge katı kurup gap qilgan bo'lsak yoki ko'nglingizdagidek sizni kutilmagan bo'lsak bizni afv qilasiz. Men shuning bilan bir vaqtda Avstraliyadagi barliq Uyg'urlarga vakolatan sizga aq yo'l tilayman. Hem sizningki mush oldimizda olib bormoqchi bo'lgan butkul faoliyatlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Sizga ko'p rahmat xonim. Rahmat. Birinchi men bugun chiqdim faqat shu Facebook'ga yoki YouTube'ga men chiqmasman. Aslında sözlemey aşağıda. Dep oylagan siz ikki qitim meni so'rab ochiqib xalqqa ochiqlama bergizdingiz. Mening so'zlarimni anglayotgan, meningdan bir narsa kutayotgan, atrofimda turayotgan, meni qo'llayotgan, mening atrofimdagi barliq inqilobchi, necha 10 yildan beri men bilan saptashib kelayotgan do'stlarim, meni qo'llayotgan barliq xalqim, suyumli xalqim, meni yomon ko'radiganmi suyumli xalqim, meni tillaydiganmi suyumli xalqim, hammasi mening balam. Bir onaning o'g'ri, yanchiqchi, to'g'ri, yaxshi, yomon onasiga, o'sh onasiga obroq bolalar hammasi bo'ladi. Lekin ona ularning hammasiga ona. Men hammalarning onasi, qachon bo'lmasin meningdan yana qandaq narsalarni savol qo'ysanglar, men yana mamtimin a'lo kelib, men ush mamtimin a'lodan boshqasi bagim yo'q. Mush mamtimin a'lo efendimga ben sözlep berimen, sizlarga ben cevabımni berimen. Meni qandaq xizmat sanmoqchi bo'lsanglar, takliflaringlarni avatib bersanglar, mamtimin a'lo nima ichib qo'ysin, men shu xizmatlarni, fikringlarni men cho'qim bija keltiraman. Rahmat sizlarga, hammanglarning ömrü uzun bo'lsin. Allah hamma tilaklaringlarni ijobat qilsin. Hammanglarning bolalaringlar bilan murodinglarga yetinglar. Vatanning ichidagi turmidi yetivatkan canı can qarindoshlarım, suyumlik xalqim pat fursat yakın saatte lagerdan çıkıp sizlar bilan xo'shal xuram ko'rishsin, pasportinglarni aşağı viza beradigan, uyanın pasportini qo'yib o'tib, sizlarning qishinglarga chiqadigan bir holatga Allah akasin. Allah'dan şunu tilayman. Yaratkan Allah'a hemminglar qo'linglarni ko'taringlar. Amin. Bütün xalqimizning ozodligi, vatanimizning mustaqilligi, sizlarning kelgusidagi armonlaringlarning amalga ish uchun Rabia onanglar Allah'dan amin da'vatiga. Xudoyim sizlarga samimiy salom ve yalqulluq salom ve ali ehtirom. Rahmat sizlarga. Pek oshirib